Mikroyondan mana shunaqa qilib telefoningizda ijaraga joy qidirib yuribsizmi? Mana siz uchun variant. 5-mikroyon 17-avtobazani ro'parasi yoki Yoshlik suv sport majmuasining yonida joylashgan mana shu binoyimizdan 1-qavatdan ham, 3-qavatdan ham, podvaldan ham hamda orqa hovlisidan joylar ijaraga beriladi. Hozir bir chekkadan tushuntirib o'taman. Uglovoy joyda joylashgan ushbu kattakon binoyimizda o'zi hammasi ishlab turgan, faqatgina mana shu 1-qavatda joylashgan 95 metr kvadrat maydonni o'z ichiga olgan joyimiz ijaraga berilar ekan. 1-qavatda o'zida hozirda remont talab holatda, lekin kelsangiz remontlarni ham chiroyli qilib berishar ekan, yo ijara narxidan o'tib berishadi, o'zingiz qilib olsangiz bo'ladi. Endi esa sizga 3-etajni ko'rsatib o'taman. 3-qavatimizda o'zi 330 metr kvadratdan oshiqroq maydonni o'z ichiga oladi. Hozirda tayyor yangitdan ta'mirlab qo'yishgan. Naqd 14 ta hozirginaqa keng xonalardan iborat. Qo'shimchasiga 6 ta konditsioner ham o'rnatib qo'yilgan ekan. Alohida o'zini sanozili, orqa tomonda kotelning oshxonasi bilan birga joylashtirilgan. O'quv markazi, yotib davolanadigan klinika yoki yana qandaydir maqsadlarda foydalanish uchun ijaraga olsangiz bo'ladi. 3-qavatimizda ikkinchi eshigi ham bor. Bu yerdan ham chiqib tushsa bo'ladi va endigi navbat mana shu zinadan tushganimizda podval qismiga. Xo'p, podval qismimizga zina orqali ham yoki bu tomonimiz Yoshlik suv sport majmuasining yonidan ham kelsa bo'laveradi. Yaxshi tomoni sklad qilib foydalanaman deganga mos kelaveradi. Avtomashina ham darvozadan kirishi mumkin. Hozirda ustida ishlab turishgan, sababi 150 metr kvadratli ushbu joyimizda to'liq o'zlari ta'mirlab berishar ekan. 4 ta xona plus oshxonadan tashkil topgan, sanuzili ham mavjud. Podval qismimiz yonida endi hovli tomonimiz bor. Hovli tomonimiz taxminan 15 sotix maydonni o'z ichiga oladi. Bu yerni ishlab chiqarish boksi yo bo'lmasam sklad uchun qilmaman desangiz, naveslarini o'zlari qilib berishar ekan. Ahamiyat berib qo'yasiz. Bu yerda kommunal tarmoqdan gaz, suv, svet, kanalizatsiya barchasi mavjud. Bu joylarni xohlaganini alohida ijaraga olishingiz mumkin va e'tibor berib qo'yasiz, ijara shartnoma asosida berishar ekan. Eganing telefon nomeri videoning pastida aloqaga chiqib, o'z biznesingizni yurg'izishingiz yoki davom ettirishingiz mumkin.